Kirib ket. Başliq, bugungi portlash voqeasi bilan turklarning aloqasi yo'q ekan. Yerlik Uyg'urlar qilibdi. Darhol yuqoriga ma'lum qil, hozirla. Xo'p, başliq. Biraz keldimi? Yo'q aka. Biror xabar yo'qmi? Hozircha hech qanday xabar yo'q. O'zini portlatgan kimkan u? Yerlik Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Sirtqa chiqib ahvol kuzatib boq. Boshliq, hayron qilarliq ish bo'pti. Hayron qilarliq? Ha. Qanday ishkan u? Boya egalliga ahvol qaraganda, portlash yuz bergan naq maydonda heliqi turklarmi bor ekan? Ularmi bormi ekan? Ha. Ular Qashqarga shuncha tez berib bo'ptimi? Shundoq ekan. Biraylan oshkorlab qo'ydi. Hozirla Salimga xabar qil, ularni aniqlasin. Oshkorlagan xabarchi kimkan? Shu yerlik birisikan, Uyg'ur. Shu yerda vazifa ijro qilayotgan maxfiy xodimimiz. Maxfiy xodimimiz? Ularga xabar yetkiz. Davomliq iz qo'g'lab kuzatsin. Har vaqt bizga xabar yetkazib tursin. Harbiy qismga buyruq. Qashqar viloyatini keng ko'lamda qamal qilsin. Ularni taltiks yo'qotsin. Mening Qashqarga kelgan xabarimni iliq turklarga ishchimizdan birisi yetkazib qo'yibdi. O kim? Kechikib qoldinglar-ku. Hamma saqchilar qamal qilib bo'pti. Darhol yo'tkilishimiz kerak. Bu hozir bexatarlik. Aka, mendan gumonlatamsiz? Bu yoqqa kelinglar. Tez bu yoqqa kelinglar.
Yardımım gerekmi? Bu yerga notunush odamlar keldimi? Öyde men yalğız, hiç kimni kömüdüm. Soraydigan başka sualınız barmı? Savolim yo'q. Man, av tarafını tekşireydi. Hop. Allah cacağını vere ilahim. Ula ketdi, çıkanlar. İsminiz neymi? İsmim Leyli. Neymiş hayatınızın xatarga uçurışıga qaramay bizga yordam qilasiz. Sizlar bizga yordam qilyapsizlar-ku. Nima? Qarisiga odam tutdinglar deb inkos qilibdim, ha? Bu gapni kim qilibdi? Uni darhol tutinglar. Biz hozir terrorchilarga qarshi jang qilyapmiz, ha? O'g'ri yanchukchi tutmadik. Ular bilan qaringlar bo'lmasin. Xo'sh. Vay, Jonazirmi? Jonazir, sirtdan inkosini sizmi anglagansiz? Ular bilan sizning qaringiz bo'lmasin. Yuzni xato tutishga bo'ladiki, birini qochirib qo'yishga bo'lmaydi. Qandaq ish bo'lsa, mana menba. Bo'ldi, shundoq bo'lsin. Başliq, men bu yoqda. Sal turib av yaqin tekshirib beqinglar. Xo'p. Chiqinglar, av yaqib beringlar. Sen bu yerda tur. Qanda oldu oğlum. Çatak yoktu.